Assalomu alaykum. Bugun tovuqdan qozon kabob qilamiz. Buning uchun bizga tovuqning biqin qismi kerak bo'ladi. Eng sovchining joyi hisoblanadi. Kartoshka, tovuqimizni marinad uchun chesnok, mayonez, kashin churug'i, tuz, rotin priprava, qizil paprika, shirini va soya kerak bo'ladi. Endi tovuqlarimizni marinovka qilib, kartoshkalarimizni bo'lakli bo'lib olamiz. Kartoshkalarimizni o'zimizga kerakli shaklda bo'lib olamiz. Shunaqa yirik shaklda bo'lib olamiz. Kartoshkalarimizni bo'ylaga bo'lib oldik. Endi tovuqimizni marinovka qilamiz. Mayonezimizni solib olamiz. Kashin churug'i, tuz, rotin priprava, shirin paprika. Endi chesnoklarimizni ezib solib olamiz. Soyamizni solib olamiz 2 osh qoshiq. Hamma ziravorlarimizni solib oldik. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Marinovkamizni qilib oldik. Endi kamida yarim soat marinovkaga turg'izib qo'yamiz. Bu orada kartoshkalarimizni qizartirib olamiz. Yog'larimiz qizib oldi. Endi kartoshkalarimizni solib qip-qizil qilib qizartirib olamiz. Mana kartoshkalarimiz chiroyli qizarib oldi. Endi bularni ko'tarib olamiz. Tovuqlar mana kartoshkalarimizni solib olamiz. Endi tovuqlarimizni chiroyli qilib qizartirib olamiz. Endi tovuqlarimizni teri tomonidan qovurishga solamiz. Mana savollik tovuqlarimizni endi rangini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Tovuqlarimizdan teng taraf qizarib oldi. Endi aylantirib, bu tarafini ham qizartirib olamiz. Tovuqlarimizni hammasini qizartirib oldik. Qozonimizdan tagiga tovuqimizni terib oldik. Endi ustidan kartoshkalarimizni solib dimlaymiz. Mana kartoshkalarimizni solib oldik. Endi bunga 1 stakanda suv solib dimlab qo'yamiz. Bu suvni boyiga marinovka qolgan to'g'rachamizni ichidagi marinovkasini suv solib chayib oldim, u qilmasdan ham mazali ham chiqadi. Endi qopqog'imizni yopib 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana oradan 40 daqiqa vaqt o'tdi. Ovqatimiz tomoqxonasi tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib laganga suzib olamiz. Mana ovqatlarimizni chiroyli qilib suzib oldik.